Telefoningizda Instagram, Telegram, Facebook, adnoklassiki barcha platformalar bor, lekin ularning ichidagi akkauntni, parolini bilmaysiz. O'sha parollar bir joyda qator bo'lib tizilib turishini bilarmidingiz? Agar bilmagan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'rsangiz, qayerda tizilib turishini ko'rsataman. Bitta like, podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin. Shunaqa foydali videolar faqatgina usta X da bo'ladi. Qaranglar, demak, birinchi bo'lib Play Marketga kiramiz. Play Marketda ismimizni ustiga bosamiz. Bu yerda Upravlение akkaunt Google ga bosamiz. Bosganimizdan so'ng birinchi bizga безопасный выход turibdi. Aynan shuni ustiga bosamizda eng oxiriga tushamiz. Bu yerda menejer parol bor. Aynan o'shani ustiga bosamizda bu yerda barcha telefoningizdagi akkauntlar qator bo'lib turgan bo'ladi. Akkaunt ulangan bo'lsa, misol uchun Instagramga kiramizda, Instagramga kirganimizdan keyin ekran parol so'raydi. Ekran parolni kiritamiz. Ekran parolni kiritganimizdan so'ng akkauntingizda Instagramda necha dona akkaunt bo'lsa, barchasini chiqaradi. Va mana bu ko'rinib turgan ko'zchani bossangiz, o'sha akkauntlarning parolini ochib beradi. Undan tashqari boshqa akkauntingizning parolini ham bilib olishingiz mumkin. Video foydali bo'ldi. Shunaqa videolarni o'tkazib bo'lmaslik uchun bitta like, bitta komment va podpiska bosib qo'yib, eng yaqinda sizga ulashib qo'ysangiz, qarshingizdan yana chiqib kelaveraman. Bunaqa foydali videolar faqatgina Usta X da bo'ladi. Sizlar bilan Usta X bo'ldi. Like podpiskasidan xizmat qilish bizdan bosting.